Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 20 may 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 36 so'm 54 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.055 so'm 81 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.205.581 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.3% ga tushdi. Yevro 24 so'm 43 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.008 so'm 85 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.400.885 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.6% ga tushdi. Rossiya rubli 3 so'm 41 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 169 so'm 6 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 169.060 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 5.3% ga oshdi. Qozog'iston tengesi 12 tiyinga tushdi. 1 Qozog'iston tengesi 25 so'm 56 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Qozog'iston tengesi 25.560 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Qozog'iston tengesi 0.8% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi. 1 Rossiya rubli 25 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 71 Rossiya rubli 31 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7131 Rossiya rubli 8 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 5.4% ga tushdi.